Yengilliklarni ko'rsatishni davom etamiz do'stlarim. Bir ko'ringlarchi. Like qo'yishingizdan chiqmasin, ko'ylaklarni qimmati keldi. Buffon brendi. Sifati vobshe zo'r ko'ylaklardan bittasi. Kattasi va umuman zo'r. Bunlar ilmoqlari ham bor. Ilmoqlari. Zo'rligini ko'rasizlarmi? Sifat umuman toza turetskiy mol bo'ladi bular. Xo'p, bu ketdi bitta. Mana yana yangi varianti. Ranglari ham vobshe zo'r. Sifatlari ham vobshe zo'r. Konkretni ishlab qo'yilgan lekin ko'yni ham. Buffonniki. Mana bunisini qarayman, vobshe zo'rligini. Okalarim rostdan ham bu zo'r ko'ynaklar. O'z yonidan ko'rsanglar-chi, shunaqa vid beradi, vobshe kuchli. Sifatga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Toza turetskiy mahsulot bular. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, bozorda bir 480 ming, 500 ming bo'layotgan bo'lsa, sizlarga bular 350 ming so'm sizlarga. Dvoygani narxida qo'yardik. Kimga shunaqa narsalar kerak? Manzilimizni bilasizlar, Abisaxiy Center 2-etaj B20 Fiorenti Milano do'koni. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.